yer sotganlarning ko'pini ko'rganmiz. Oxiri gado bo'ladi. O'zbek yozuvchisi Oybekni Qutlug'xon asarida Mirzakarimboy o'zini jiyaniga yo'lchiga aytadi. Yer sotgan bo'lmaydi. Yer sotmaydi. Mana bu gapim mag'zuncha. Yoshlik vaqtimda bu gaplarni eshitib, unchalik e'tibor bermaganman. Lekin eslab qolganman. Oradan 40 yil o'tib, bu gaplarni to'g'riligini juda ko'p isbotda ko'rganman. Uy-joy sotsa bo'ladi, lekin albatta shu uy-joyni puliga yana boshqa joy, hovli, uy olish kerak. Agarda shu uy-joyni pulini boshqa o'zingizga hojatingizga ishlatib yorsangiz, uy-joy olish juda og'ir ahvolga olib keladi. Sizni ishingiz barakasi ketib qoladi, ishingiz yurishmaydi, hamma qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz orqaga tortib ketadi. Uy-joyini o'zini ruhiyati bor. Ruhiyatni sotsangiz, baraka ham sotilib ketadi. Shuning uchun ota-bobolarimizni naqli yer sotmaydi, yer sotgan bo'lmaydi. Bu gaplarni mag'zini chaq, jiyan deydi Mirzakarimboy jiyaniga.